Assalomu alaykum YouTube ishqibozlar, chorva ishqibozlari, mana bunday shved buqa ishqibozlari. Xudo xolasa bugun hafta kuniga payshanba 27-noyabr kuni video syomka qilyapmiz. Akalar, xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin bitta donadan like deb bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa mana bunday shved buqalarni haqiqiy chiroyli variantlardan, puli arzon variantlardan chiqarishda davom etamiz. Akalar, xudo xolasa bugun Usmonjon akamizni marhaloga kelganmiz. Akamiz xudo xolasa narxlarni videoni boshida aytib qo'yaptilar. Chiroyli qilib beramiz. Assalomu alaykum chorvachi bolaning ashaddiy obunachilari. Hammalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa like deb bosib, kanalimizga obuna bo'lib turinglar. Sizlar uchun mollar o'ta ideallari, narxi yengillari, sifatlari kelgan xudo xolasa. Bu kanalga erkin chiqishimiz. Xudo xolasa davomli qilib, narxlar yengil qilib qo'yib beramiz xudo xolasa. Mollar bir qator ko'rsatavering. Xudo xolasa puli yengil. Arzon bo'ladi xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ring. Bollari tagi serap, xudo xolasa puli yengillari ham bor. Mana bunday shved buqalarni yana o'sha puli yengilroqlari, har xillari chiqadi akalar. Xudo xolasa bitta donani like deb bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, biz to'xtamay davom etaveramiz. Xudo xolasa. Og'ilda ham mollar bor, davom bor. Davom bor. Mollarda 7-8 ta 5-6 mol bor. Birinchisi beshda boshlaymiz. Hop. Birinchisi mana. Akalar, shved ishqibozlari, oq ishqibozlari haqiqiy. Belda palasalari bor. Belda oq palasalari bor edi, xudo xolasa oyoqlari baquvvat, stakan tuyoqlaridan. Bo'ylari 1.16, 1.15 santimetrga olishaveradi. 1.15 plus minus. Bu birinchisiga. Aha. Ikkitasi qo'yiladi. Mana ikkinchisi shved. Ikkitasi bir joyda. Ha, ikkitasi bir joyda. Shved ishqibozlariga molda ham ko'ring. Akalar, xudo xolasa orqa boshlarga ham e'tibor berasizlar, haqiqiy orqa boshlarga kelishgan mollar. Ularnikiga uzunligi ham uzun narsa. Bo'yi buniga ham 1.15 plus minusga beramiz. Ikkovsini bir joyda, xudo xolasa. Xudo xolasa narx mollar serabroq. Narxni yengil qilib xudo xolasa bitta Tortishmaydigan qilib, akam chatini deydimi? Shunaqa. Narxni yengil qilib beraman. Yengil aytib. Aha. 17 yarim mollar ko'taradi. Xudo xolasa kerak yo'q. Bu kanalda xudo xolasa yengil qo'yishmi, maqsad arzonchiga nonda olishmi, ikkisini bir joyga olsa 16 million 500 mingdan kamida beradi. 16 million 500 mingdan, xudo xolasa obunachilar aloqaga chiqing, kami bor. Xudo xolasa aytilgan narxlar muhim emas, telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Dastlabga bepul. Toshkentgacha bepul. Aha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul. Kelishib qolsak O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Xudo xolasa qayerdan bo'lsangiz agar aloqaga chiqarasizlar, kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Bu yerda 4 ta qo'yib, 3 ta, bittasi yerga oldi. Bu birinchisiga. Xudo xolasa 4 tasi bir joyda qo'yamiz akalar. Buni birinchisi haqiqiy lekin buqani. Polvon narsa, haqiqiy chiroyli narsalar. Mana oyoqlari ham polvon ekan. Haqiqiy kelishgan buqa. Xudo xolasa. Bu ikkinchisi. Bu ikkinchisi akalar. Ha, bu ikkinchisi tom narsa bu ham shved. Boqsa arziydigan narsalar ekan-ki. Shunday orqa ko'rpuslar ham kelgan narsa bu. Bu ikki. Bu ikkinchisi. Mana uchinchisi. Uchinchisi, mana bu uchinchisi ham. Shu Qoratoydan boqaman degan akalarimiz, shu yemini yeb turgan badani semizlar so'ragan akalamizga. Bitta 12 o'g'il oltirishni shved turishni o'ta chiroyli narsa. Molni qarang akalar, haqiqiy boqsa arziydigan variantlardan ekan. Molni maqtashni kerak, o'zini o'zi maqtaydigan mollar kelibdi akalar, xudo xolasa bu uchinchisi. Bitta sheriga bag'day lazım. Bo'shab ketganiga bag'daylab qo'ying. Uchinchisi bu. Bu to'rinchisimi bu? To'rinchisi bo'ldi. To'rinchisi. Lekin bu haqiqiy ko'chat narsa ekan bu ham. Akalar bitta baho berib qo'ysa molga. Shved ishqibozlar ekan. Bugun o'zi shvedlar kelibdi. Bugun xudo xolasa. Shvedlar kelibdi. Chorvachi boladan chiqyapman deysa, puli yengil bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ylarni 1.10 dan 1.15 gacha olishadi. Mol turishini qarang. 1.10 dan bo'y 1.15 gacha olishadi. Akalar, xudo xolasa, molni boqsangiz arziydi. Yengil. 4 tasini bir joyda. 1.10 dan 1.15 gacha. Buni bir joyga olsin 16.300 emas. 16 emas. Bir maza qilib hisoblamoqchi. 15 million 700 dan sotdim bir joyga olsa. Olsin. 4 tasini bir joyda. Ha, 16 ham pachaklash kerak. 15 million 700 dan bir joyga bo'lsa bo'ladi. Sotdim. Xudo xohlasa telefon qilsin, yana o'tib beraman. Telefon qilaman akalar, ishingiz bitadi, xudo xolasa. Telefonda ya telefon qilib obunachi. Sizlarchi endi misol kimda 4 ta imkoniyat bor, kimda bittaga. 4 tasi bir joyga olsin 15 million 700 dan. Tanlab olsin 15 million 700 dan. Bir joyga olsa kami ham bor, xudo xolasa. Xudo xolasa kamini qilib berishar akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqaring, ishingiz bitadi akalar. Xudo xolasa biz puli yengillariga qarab, davomini o'sha puli yengillariga qarab ketaveramiz akalar. Akalar, gibrid buqa ishqibozlari uchun bitta dona gibrididan ham kelib qolibdi akalar. Xudo xolasa gibrid ishqibozlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Boshqa gibrid odamlar bor. Enasi shved. Enasi shved ekan, otasi oqbosh. Haqiqiy lekin buqani boqsa arziydi akalar. Orqa karabkalari ham kelishgan akalar. Bu 10 plus qolishi oldi gardanlar ko'rsatdi.
o'ngillarni gavdalarni o'tirib chiqqan narsa xolos. Xudo xolasa boqsangiz akalar haqiqiy buqani Arziydi. sifatsiz chiqadi aka. Xudo xolos konkret narsa. Mazaqli Xudo xolasa sifatsiz narsalar yo'q ekan akalar, xudo xolasa. Buni korpusdan o'zat qo'yib, korpusdan o'tib kelgan narsa. Xudo xolasa buni chiroyli qilib beramiz. U Tuyoqlari ham shu yukni ko'taradigan. ko'taradi. Mana shu mollar xudo xolos boqishda turna bo'ladi. Boqishda turna bo'ladi mana shu mollar. Lekin narxi yangi. Obunachilar kuttirmasdan bu narxiga ayting. Bunga falon pul qilib zotagan falon pul emas. 17 emas, 16 million 500 ming kamera qilib beraman. Telefon qilsa kami bor. Kamera qilib beraman. Do'xol telefon qilsa o'tib ham beraman. Bo'ldi yaxshi. Mayli 4 tani qo'yamiz bor. To'rttasi bir joyda. Ha, bu birinchisiga. Akalar shvet. Yana bitta shvet. Shvetlar kuni ekan bo'lgan akalar. Xudo xolasa buqani haqiqiy kelishgan variant. Birinchisiga shvet. Bu ikkinchisiga semental gibrid. Semental gibrid akalar mana. Ikkinchisiga. Xudo xolasa molga bittadan like deb olasiz. Bahoni berib ko'rasizlar akalar. Haqiqiy kelishgan mollar kelib turgan ekan. Ikkinchisiga. Ikkinchisiga bu. Mana uchinchisiga. Yana shvet. Bu bitta shvetlarni Ha, shvetlar ham ko'payib ketib turgan akalar. Xudo xolasa tanlab olaverasiz aka. Sizga imkoniyat kattasi kelgan. Tanlash imkoniyati juda ham ko'paygan akalar. Xudo xolasa shvet boqaman deb yurgan akalarimizga videoni podlistga qilib qo'yasizlar. Bu uchinchisi ekan aka. Polstegan tuyoq. Tuyoqlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Bu to'rtinchisi. Mana bu kelishgan narsa. Akalar xudo xolasa boshdan oyoq ko'rsatib ketyapmiz uzunligiga, yelka kengliklariga, orqa korpuslariga e'tibor berib qo'yasizlar. Tuyoqlariga akalar xudo xolasa, lekin mollar haqiqiy kelishgan narsa. Bu birinchisi, bu ikkinchisi, bu uchinchisi, mana bu to'rtinchisi akalar. Endi bularni bo'yini 1.10 plus minusga olishaveradi akalar. Narxini o'sha videoni cho'zmasdan bo'ladigan savdoni ayting. Telefon olishsa iloji bor bo'ladi, sen aytamiz 14.700 dan ketaveradi. 14.700 dan 3 ta bo'yi 1.10 plus minus. Chorvachi boladan telefon qilyapman deysa o'tib berasiz. Hozir telefon qilinadi, savdo sunnat, aytilgan narx muhim emas. O'tib beraman, telefon qilaverman xolos. Akalar, xudo xolasa siz o'ylanmasdan telefon qiling, ishingiz bitadi akalar. Xudo xolasa kanalga bitta donadan like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib tursalaring, xudo xolasa bizga motivatsiya bo'ladi. Sizlarga mana shunday chiroyli joylardan chiqarishga davom etamiz akalar. Xudo xolasa olganga sotganga barakasini bersin akalar. Xudo xolasa kanalda aktiv bo'lib turinglar. Biz xudo xolasa mana shunday chiroyli variantlardan chiqarishda davom etamiz akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.